Hürmetli televizor görgüçüler yaxşımsızlar. Bugün söhbət programımızda görüşünlerini qarşı alımız. Neçə gündən buyan Abdunum rayonumuzga har qaysi o'tir boshlang'ich maktablarda keyin-keyindan o'qish boshlandi. Janubiy Shinjongga yana bir turkum yangi do'stlar keldi. Ulardan Abdunum rayonimiz Janubiy Shinjong yezi yeslilarga avatgan ma'rifga yordam beradigan o'qituvchilardir. Ular qishliq ta'tilni oxirlashtirgandan keyin yana o'zlari yordam berayotgan xizmat o'rinlariga qaytish uchun atlandi. İş o'rniga kelgandan keyin ayrilg'ini bir oydan oshgan umoq bolalar bilan qayta uchrashdi. Unoqda ularning qayta uchrashishi qanday bo'ldi? Ular tunji soatda nima dars o'tdi? 杨老师想你了。那你抱一下我好不好？哦，真好，好孩子。 Bugun Qog'iliq nahiyasining Sayboq yezisi O'yla kentidagi yaslisida o'qish boshlandi. Janubiy Shinjongning qo'shtilliq yasli ma'rifiga yordamga berishga bo'lgan kadr Jongbin maktabga qaytib kelib, sinfdagi bolalar bilan ko'rishishga aldirab ketdi. Toshboqa. Chashqon. Jongbin Abdunum rayonlik xalq qurultiy doimiy komiteti organining kadri bo'lib, 2016-yili Qashqar viloyatining Qog'iliq nahiyasi Sayboq yezi O'yla kenti yaslisiga ma'rifga yordam berish uchun kelgan edi. Bu o'qish mavsumi uning ma'rifga yordam berishga kelgandan buyangi 4-o'qish mavsumi. Soz chelishni va go'zal san'atdan ancha-muncha xabari bor Jongbin yasli ma'rifga yordam berishga kelgandan buyan o'z ortiqchiligini yaxshi joriy qildirdi. U bu qitim qaytib kelgandan keyin bolalarga qog'oz qiyma va har xil o'yinchoqlarni tayyorladi. Men qog'oz qiymini bek yaxshi ko'raman. Bu qo'nchoq kichikmi bek amroq, u bek umoq. Uning ismi Zhang Xiaobin. Qishliq ta'til jarayonida u kunda degidek Zhang muallimning tezroq qaytib kelishiga taqozo bo'lib yurgan edi. Men ta'tilda Zhang muallimni bek seg'ingan edim. Hozir Zhang muallim qaytib keldi. Uni ko'rib bekli xushal bo'ldim. O'qituvchining ismi Jongbin, o'quvchining ismi Zhang Xiaobin. Unoqda bu ikki ism o'tirsida qanday alayda bog'lanish bor? Buni yanada bultur atiyazdan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. U doim men bilan birga yuriydi. Ba'zi vaqtda maktabdan qo'yib bergandan keyin uyga qaytqisi kelmay qoladi. Bir kuni tushdan keyin men darsdan tushay deb qolgan chaqda uni ota-onasi ilib ketibdi. Keyin men ishdan tushib ketish oldida uning dadasi uni yana yasliga qaytarib akapti. Biz biror ish bo'lganmidi deb bekla ansirab ketdik. Keyin dadasining aytishicha, ular uyga ketayotgan yo'lda u Zhang muallimning qishig'iga olib qo'yinglar deb yig'lab turibdi. Dadasi amal qilmay yasliga qaytarib akagan ekan. Shunda qilib Hazrat Ali Osman Jongbin muallimning yotqida bir kecha qunib qolgan. U ketsa Jongbin muallim uningdan o'z bolasidan xabar olgandek xabar olgan. Ertasi Zhang muallim yig'inga qatnashgandimi uni yanida ilib yurgan. Yig'in vaqtida xizmat atirtidagi hadimiz uningdan isming nima deb so'rasa, u Hazrat Ali dedi. Uningdan Xanzucha isming bormi deb so'ragan edi, u yo'qligini aytdi. Ondan sen kimning bolasi deb so'rasa, u men Zhang muallimning o'g'li dedi. Ondan uningdan undaqda sen Zhang muallimning ismini bilamsan deb so'ragan edi, u muallimimning ismi Jongbin dedi. Ondan xizmat atirtidagi hadimiz undaq bo'lsa sening isming Zhang Xiaobin bo'lsin, bo'lamdi deb so'ragan edi, u bo'ladi deb javob berdi. Jongbin yasli ma'rifga yordam berishga kelgan 3 mavsum ichida bir tarafdan dars o'tsa, bir tarafdan bolalarga tamoq yeyish, qo'l yuyish, kiyim kiyish, burunni surtish, hojatxonaga kirib chiqish qatorliqlarni o'rgatdi. Bu jarayonda uning ovozi butib qilib, 2 oyda aran asli keldi. Doim engishib turib bolalarning oyoq bo'g'ishlarini chigib qo'yish davomida bel umurtqa kasali qo'zg'alib qoldi. U bolalardan xotirjam bo'lmag'achqa ruxsat so'rab kasal ko'rsatishni xohlamadi va og'riq to'xtatish dorisi yeb bel chapliqi chaplab kasal azobini yengillatdi. Bolalarga mushundoq yaxshi muomala qilg'achqa bolalarda muallimga nisbatan cho'nqur hissiyat paydo bo'lib, muallimni o'zining tuqqunidek ko'rdi. Chag'al mazgilida bolalar Zhang muallimga chag'anliq video avatdi. Zhang muallim sizni seg'indik. Chag'iningizga muborak bo'lsin. Жаңлаушычу балаларга айлыкка. Өзүнүн баласыдек эшинде бек яхшы муамил кылды экен. Шуңа балаларым жаңлашыга айлык бек амракчу. Бек рахмет этибиз кылып жаңлашыга. Balalarga ularning yeshiga mos keladigan so'zlarni o'rgatishni o'ylashyapman. Masalan, ularning yeshiga mos keladigan qadimiy she'rlarni yodlatish, jungocha rasm sizg'izish, qog'oz qiyma qiyishni o'rgatish qatorliqlarni o'ylashdim. Ularning kelgusida yaramli kishilardan bo'lib chiqishiga o'zimning bir kishilik hassamni qo'shaman. Janubiy Shinjongning ma'rifiga yordam berayotgan o'qituvchilar bilan yasli bolalari qishliq ta'til munosabati bilan bir oydan ko'proq ayrilib, qayta uchrashgandan keyin bir-birini ko'rib, intayin xushal bo'lishdi va hayajonlandi. Ular o'tirsidagi munosabat o'quvchilik munosabati bo'lib qolmasdan balki ularning bir-biriga bo'lgan mehr muhabbati urug' tuqqandanmi cho'nqur. Yangi mavsumlik o'qish boshlandi. Janubiy Shinjong ma'rifiga yordam berayotgan o'qituvchilar yangi xizmat planlarini tuzishib, yangicha o'qitish usullari orqali bolalarga texnik ko'p narsalarni o'rgatish, vatanning kelgusi bo'lgan
go'dak farzandlarni texmo atrofliq yetildirish uchun jon pidoliq bilan ishlashga bel bog'ildi. Osiya Mehmet Abdunum rayonluq ta'minot sodi kooperativining kadri 2016 yili 11 oyda u Shayar nahiyasi Nurbaq yezdisi Yangi mahalla kentining yaslisiga yordamga kelgan edi. Osiya Mehmet yasliga kelibla balalarning yeshiga mos keladigan o'qitish usuli ustida izlandi va balalarning o'rganish qiziqarligini yuqori ko'tardi. U balalarga ham o'ynag'ili bo'ladigan, ham bir narsa o'rgangili bo'ladigan sovg'a tayyorladi. 话筒，话筒，我们用话筒唱歌，好不好？ Mən müəllimnin soğutunu bək yaxtırdım. Rəhmət müəllim. Mən müəllimni yaxşı görmən. Mən naxşı etishni yaxşı görmən. Balalarning dövlət ortaq til səviyyəsini yuqori ko'tarish uchun ularni numur o'rinlashga o'rinlashtirdim. Buning unumi yaxshi bo'ladi ekan. Bir oydan ko'proq vaqtdan buyon muallimini ko'rmagan Abdusami Samat muallimini ko'ribla muallimini uyiga taklif qildi. Abdusami Samatning uyida hammaylar birga o'ynab birga o'rganish qilib, oila ichini qaynam tashqinlikka to'ldirdi. Muallimning qaytib kelganini ko'rib, nihoyat xushal bo'ldim. Vallahi muallimlarni bek so'rab ketdi. Balalarni bek ko'gizib ketdi. Yasliga bek bag'is keldi. Yaslilarga apranglar apa, yaslilarni sevgandik deb shunday deb ketdi. Shuning bilan apaduq, apasaq savaqdashlarim yo'q. Muallimlarim yo'q bo'lgan keyin bu ko'ngli shunday yerim bo'ldi balalarning. Yani yandırıp öyle ekeldik. Öyle ekelip yani Asiyalı avşığa telefon vurup verdik. Telefonu görüştü. Yani kızgın paranlaştı. Osiya Mehmet bir yildan ko'proq yasli ma'rifiga yordam berish xizmati jarayonida o'zining Beijingda o'qiyotgan chaqlarida beshirin kechirgan ishlarini bolalarga so'zlab berib, ularni davlat o'rtaq tilini yaxshi o'rganishga ilhomlantirdi. Osiya muallim bizning yaslidagi davlat o'rtaq til talaffuzi eng o'lchamlik o'qituvchining biri. Bu jihatda bizmi uningdan o'rganamiz. U bolalar uchun ko'p ajr singdirdi. Nurg'un o'yinchoq o'rganish materiallari elib berdi. Biz hammamiz uni yaxshi ko'ramiz. Bugun men sizlarga muhim bir an'anaviy bayram to'g'risida so'zlab beraman. Bu bayramning ismi Chag'an. Bu biz Junxo millatining eng muhim an'anaviy bayrami. Bu bayramda panus asimiz, to'g'ri tugimiz, cho'nglar bilan jam bo'lib billa bayram o'tkazamiz. Yangi yilda men hammanglarning tininglarning salomat, aqlliq, chiroyli cho'ng bo'lishinglarni umid qilaman. Abdunum rayonluq ma'rif nazoratidan Kucha nahiya 3 yeza 5 karam kentidagi yasliga yordamga borgan o'qituvchi Mayu dars boshlagan birinchi kuni bolalarga davlatimizning an'anaviy madaniyati to'g'risida so'zlab berdi. Chag'an Junxo millatining an'anaviy bayrami. Garchi Chag'an amdili o'tib ketgan bo'lsa-mu, hammali joydan chag'anliq kayfiyatni ko'rib olgan bo'ladi. So'ng men darsga kirgan birinchi kuni mushu fursatdan foydalanib, Chag'an to'g'risida so'zlab berishni o'ylashgan. Bolalarmo intayin qiziqdi. Bu to'g'risida belgilik tushunchaga ega bo'ldi. Janubiy Shinjongning qo'sh til yasli ma'rifiga yordamga borgan o'qituvchilar yangi o'qish mavsumi boshlanganda bolalarga an'anaviy bayram to'g'risida so'zlab bergandan sirt ularga har xil sovg'alarni berdi. Yangi o'qish mavsumida yangi plan tuzildi. Qishliq ta'til mezgilida yasli ma'rifiga yordamga borgan o'qituvchilar har qaysi yillikdagi bolalarning aloydiligiga asosan o'qitish plani tuzdi. Bir yil tirish orqali ko'plagan xizmatlarni qildik. Cho'ng sinfga til darsi o'rinlashtirdik. Til darsi jami 48 soat o'tildi. Darsda turli mazmunlar birlashtirib so'zlandi. Bu orqali o'qitish sifatini texmi yuqori ko'tarishni o'yladik. Bunaq bo'lganda bolalar davlat o'rtaq til yozig'ini o'rgangan vaqtda texmi ravon, ommabop, tushunishlik ham tez egallaydi. Bir yillik yasli o'qituvchilik xizmati jarayonida o'qituvchilar nurg'un tajriba saboqlarini yakunladi. Bu mavsumda ular davlat o'rtaq tilini o'rgatish usuli jihatda yangi bo'sish hosil qilish ustida izlanmoqchi. Ular mashina odam orqali o'qitish ilib berib, kunda davlat o'rtaq tilidan 100 jumla o'rgatishni amalga oshirmoqchi. Biz o'z tirishchiligimiz orqali 3 qatlamli davlat o'rtaq tilini o'rgatish loyihasini yo'l qo'ymoqchi. Bu usul orqali bolalar o'zligidan tirishib o'rganadigan holatni shakllantirib, ularning davlat o'rtaq tili saviyasini yuqori ko'taramiz. 2016 yili 11 oyda Janubiy Shinjongning qo'sh tillik yasli ma'rifiga yordam berish xizmati qanot yaydirilgandan tortib hozirgacha 3 o'qish mavsumi o'tdi. Janubiy Shinjongning qo'sh tillik yasli ma'rifiga yordam berishga borgan 3000 kadr turli chora tadbirlarni o'ylab tepib, yasli bolalarni ularning o'z ota-onalaridek butun vujudi bilan yaxshi tarbiyalamoqda. Vatanning sabiy go'dak farzandlarini asramoqda. Yangi o'qish mavsumi texmi yangi umidlarga to'lmoqda. Biz farzandlarimizning sog'lom o'moq o'sib yetilishiga chin dilimizdan tilakdoshmiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qismda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.